Nega Messi Barselona uchun o'ynaganida boshqa klub futbolkasini ko'rsatdi? Bu lahza hali ham meni teri qimirlatadi. 2020 Barselona Osasuna o'yini. Leo maydonga sir bilan kiradi. Formasi ostiga boshqa klub futbolkasini yashirgan, lekin uni faqat goldan keyin ko'rsata olgan. Jamoa 3 marta gol urdi, lekin Messi hali ham o'zini ajrata olmayapti. Va faqat oxirida u butun himoyani yorib o'tib, jarima maydonidan tashqaridan ajoyib zarba beradi. U ko'ylagini yechadi va butun stadion Newell Old Boys formasini ko'radi. Bu o'yindan 4 kun oldin vafot etgan Diego Maradona xotirasiga qilingan imo-ishora edi. Hakam bu ramz ekanini yaxshi bilardi, lekin qoidalarga ko'ra u sariq kartochka ko'rsatishi shart edi.